Assalomu alaykum, qadrli IT va Akademik kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib o'zimni metodikamni tanishtirib o'tmoqchiman. Biz bilamiz, darslar davomida siz onlayn o'qiysizmi, offlayn o'qiysizmi, har qanday sharoitda uyga vazifa berilgan bo'lsa yoki biror bir mavzuni mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, orzu qilasiz, qaniydi-ki shu yonimda shu ustozim bo'lsa-yu yoki onlayn bo'lsa ham, bilasiz, ko'pchilik onlayn o'qituvchilarni vaqti bo'lmaydi. Offlaynda ham o'qituvchi sizga 24 soat sizni support qilib bera olmaydi. Lekin mana shu muammoga yechim topganman. Misol uchun o'quvchilar test yechishadi va xohlashadiki har bitta savolni tahlil qilib berishlarini. Va har bitta savolni tahlil qilib berish o'qituvchidan ham, o'quvchidan ham befoyda vaqtini oladi. Misol uchun o'qituvchi ham alohida unga video darslik qiladi, o'quvchi ham u video darslikni soatlab, bittalab tahlilni ovozli shaklda eshitadi. Bu juda ham murakkab, ko'p vaqt oladigan jarayon. Lekin hozir texnika mo'jizalaridan foydalangan holatda men o'zim kursimga kichkinagina metodikacha qo'shganman. Siz grammatikani to'liq o'zimni maxsus o'quv qo'llanmamda aynan ITIPga moslashtirilgan holatda o'rganib chiqasiz. Tushish ehtimoli bo'lgan savollar bilan bittalab tanishasiz. 15 ta practice testlarni zamonaviy usullarda yechib o'rganasiz va yakunida endi bilimingizni sinab ko'rish uchun practice testni shunchaki oddiy PDF dan emas azizlar, haqiqiy real imtihon muhitiga moslashishingiz uchun kompyuter formatda, CD formatda yechasiz. Misol uchun mana bu grammatikadan quiz platformamiz. Bu yaratgan platformamda siz misol uchun birorta bir 5 ta practice joylashtirganman. Bundan tashqari boshqa platformalarda to'liq 15 ta practice test bor. Va mana savolni o'qiysiz, o'zingiz to'g'ri deb o'ylagan javobni belgilaysiz va check answer tugmasini bosgan paytingizda agar to'g'ri belgilagan bo'lsangiz yashil, noto'g'ri belgilagan bo'lsangiz qizil bilan noto'g'ri javob chiqadi va yashil bilan to'g'ri javob chiqib, tagida nima uchun shu javob to'g'riligini izohi ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r azizlar, chunki har bitta savolni nima uchun shu javob to'g'riligini siz xohlaysiz kimdir sizga tushuntirib berishini. Har doim ham sizni bittalab bu narsani so'rab vaqtingizni yarim kunlab bitta narsani yodlashga sarflamaysiz. Shunchaki practice testni maza qilib, real imtihon muhitida yechib, yana izohini ham birdan ko'rib ketasiz azizlar. Bu hali umumiy web fayllarimizdan bittaginasi. Hozir sizlarga readingni ham xuddi shunaqa video holatda tushuntirib tashlab qo'yaman kanalga.